Ramazon rahmat va mag'firat oyidir. Bu oyda Alloh taolo bandalariga katta ne'matlar beradi. Ana shunday ne'matlardan biri Qadr kechasidir. Qur'oni Karimda shunday deyiladi. Astag'firullah. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Ya'ni Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir. Buning ma'nosi 1000 oyga teng degani emas, 1001 oyga teng degani ham emas. Balki bu kecha 1000 oydan yaxshiroq kechadir degan ma'noda. Buning hisobini biz bila olmaymiz. Qadr kechasi Ramazonning oxirgi 10 kunligida yashirilganligi Alloh taoloning hikmatidir. Bunday ulug' ne'matning vaqti shunchaki aytib qo'yilganida uning qadri bo'lmas edi. Shuning uchun bu ulug' ne'matga erishish yo'lida mashaqqat ham chekish zarur. Oysha roziyallohu anha onamizdan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam taharraw laylatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramazon. Ya'ni Qadr kechasini Ramazon oyining oxirgi 10 kunligidagi tog' kechalardan izlanglar deya marhamat qildilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Qadr kechasi bir yil 25-kechada, keyingi yil 23-kechada, keyingi yil 27-kechada kelishi ham mumkin. Turli kechalarda kelaveradi. Endi agar bizni bu kechani topishlik va uning barakalaridan bahramand bo'lishlik qiziqtirsa, ushbu 5 kechani bedor o'tkazishlikka harakat qilishimiz zarur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.